Hani qo'ltindagi shirin ekanmi? Mana bizni nevaramiz, nevarachamiz bizni. Klerlar katta sopdi. Klerlar bugungi holati. Ko'p mevasini yashirib yotadi ekan bag'riga. Hammasi mevasini yashirib yotibdi. Qarang. Bag'riga yashirib olgan mevasini. Mevasini bag'riga yashirib yotibdi. Ama öyle bu tursa hali. Ancha paytgacha qo'shib olsangiz bo'lar ekanda. Agar sovuq bo'lib ketsa, hamma mevalar uvol bo'lar. Hamma mevasini tagiga yashirib o'tar ekan. Mana mevani qarang. Sho'rligin. Meva yo'q o'xshab turadi. Tagida mevasi bor, qarang. Pulladim buni. Salab termasangiz terganda ham. Bular hosildorligi yaxshi ekan. Hozir bir sigirga bersa, haqiqatan ham shu ozgina chemcha qilgan rasxotlar yopib ketadi. Va keliniz ham o begona o'tlardan kerak emas, barglarni sasib olib tashladi. Nasıl mevasini yashirib olibdi bu qilpinak jonlar. Hammasi. Bunday qarasa meva yo'qqa o'xshaydi. Doim kelib qarash kerak ekan bular hammasi. Mana qarang. Alonga bo'lib solganmi? Bari shunday. Meva yo'q deb o'ylasimda. Mayni ochib qolsangiz, katta chiroyli mevalar sovibdi ular. Bunday meva yo'q. Tagini ochasiz bor. Bunda ham shunaqa. Mehnat qilsangiz bo'laverar ekanda hammasi katta mevalar. Katta bo'lib pishyapti. Meva yo'qqa o'xshab ko'rinadi. Tagini ochasiz, yashirib olgan tagiga. Ko'k tovuqlar bo'ladi-yu, ballarni tagiga yashirib yuradigan. Xuddi shunaqa mana qarang. Maytda ham yo'q, tagida meva to'la. Ular terganda enkayib erinmay qolgan, aytdim meva yo'q. Qarang, yo'q o'xshaydi, tagida bor. Ajoyib ekan bu sort. Xudo xolasa bahorga chiroyli qilib hosil to'kib berar ekanda, o'shangacha bar yashil massasini rivojlantirish uchun ishladiku, nu baribir hosil berib bordi bu. Mana bu yerda oxir 10 tarda klerim bor. Endi bu men bahorda qanaqa beradi, qani sinab ko'ramiz. Keyin kecha kelgan bu. Bir 10 kun bo'ldi o'sha yerda ekkanimizga. Shuncha yerga o'tirib olsa ham bahorda rivojlanish qanaqa bo'ladi ko'ramizda. Lekin baribir hosil beradi. Bu nargilarga o'xshab bermasa ham sekin hosil beradi. Chunki bular ham o'sha yerga ekilgandan keyin mana shu barichalar chiqib kelyapti. Mana shunaqa holatda. Bu kuz endi mana daraxtlar, barglar to'kilib. Endi xudo xolasa bir ertangi angrenga ham ertaga kunga yomg'ir berib, qaniydi bir yomg'ir yog'ib berganda biza sal kul bor. Ko'ryapsizlar, qulpanglar barglarimiz sal kul. Mana bu yerda yaxshilab chizib qilib, frezalab, yaxshilab ariqlarni olib tayyor qilib qo'yganimizda noyabrda oxirlarigami, bosh havo iliq kelsa dekabrdami sharoiti bilan albionlarni ham ekib tashardik. Uyda ham albionlar bostirib qo'yganmiz, shu yoqda yetadigan. Nasıl shularni ekib borardik, qutilardik bu yil sezonlarda. O'shanda 1 gektar 20 sotik joyda qulpnakzorimiz bo'lsa ancha yaxshi foydali bo'ladi. Mana bu begona o'tlar bor arasida bitta tozalayapti. Balasini qarang bularga. Hosillarni yaxshi bo'lar ekan bu kishi. Katta ko'z tegmasin. Nima bo'ladi buni hosilmi? Barmog'im to'l chiroyli. Lekin koreyskidan keyin bunaqa shirin qulpnak yemadim. Shu kleri haqiqatan ham bir mazasi o'ziga yarashur ekanda. Bu yerda ham bor ekan, mana turibdi. Rangini qarang, chiroyligini olib turibdi. Biron joyga mehmonga bersangiz ham, boshqa qilsangiz ham nima deydi? Odamni uyaltirmaydi.
Ha kipriklarni qarang chiroyli. Haqiqatan ham tasodif. Yana ismi Qulpinak. Yemaysin boshqa. Bu yuring endi ketdik. O, nar tomonlardan tekshirak chiqani. O'yinglar. Ha, o'ying, ha. Charchamanglar aka-ukalar, charchamanglar. Har bir dehqon mehnat qilgandan keyin rohatini ko'rish kerak. Xudoyim taoloyam Alloh taoloning o'zi ishimizga rivoj bersin, kasb-korimizga baraka bersin. Xalqimiz dasturxonga chiroyli noz-ne'matlar yetishtirib berishda biz dehqonlar charchamaylik. Charchashga haqqimiz ham yo'q. Mana tabiat ham o'zini yengil, chiroyli ko'rsatib beryapti. Hal noyabr oyi ham xudosi iliq kelar. Chiroyli iliq kelib bersa, mana bu hosillarım endi uyg'olib endi xudo xolasa. Chiroyli qilib terib jo'natamizda joy-joylariga. Begona o'tlardan tozalanyapti bu yoqqa. Qarang, chiroyli salat qo'shib turadi bular. Bitta bahorda ko'rasizlar buni hammasini. Mana bunaqa qilib qip-qizil bo'lib tagi xudo xolasa hosilga to'lsa, xalqimiz dasturxonga ulashamizda. Charchamanglar aka-ukalar, charchamanglar.